Allohni rahmat asarlaridan, rahmat ko'rinishlaridan bizaga dunyoni xavotirli qildi. Musibatlarga, g'am tashvishga to'ldirdi. Savol tug'iladi. Bu ham rahmatmi? Ha. Bizga hozir yuqorida zikr qilganlarimiz rahmatligi hammamiz bildik. Lekin musibatlarda ham rahmat ko'ramizmi degan savol tug'iladi. Ko'pchilik ko'rmaydi rahmat. Nimaga? Bu musibatlar ham Ar-Rahman, Ar-Rahim bo'lgan zot tarafdan kelmadimi? O'ta mehribon, o'ta rahimli bo'lgan Alloh tarafdan kelmadimi? Ha, xuddi shunaqa. Nega bo'lmasa yoqtirmaymiz buni? Qarang, bu albatta bu savol juda ham bir g'alati tuyulishi mumkin. Nafs yoqtirmaydi musibatni. Lekin qarang, burada qiziq narsa bor. Biz dunyoga mana shu ko'z bilan qaraymizda. Alloh taolo bizga bu ko'z bilan quloqni, bu his tuyg'ularni sinov o'laroq berdi. Shuning uchun biz mana shu ko'z bilan ko'rgan narsalarimizga ishonamiz. Lekin Allohning nubuvvati keldi bizga. Allohning payg'ambari, Allohning kitobi. Bu kitobni Rasul sallallohu alayhi vasallam bizga bayon qilib berdi. Bu kitobda bizga haqiqatlar ochiladi. Ya'ni biz oldin zalolatda edik, oldin zulmatda edik. Bizga nur keldi. Bu nur ko'zimizni ochishi kerak. Ya'ni bu dunyoga biz xos bo'lgan basiro bilan nazar solishimiz kerak-da. Ya'ni bu boshqa ko'z bilan qarashimiz kerak. Ya'ni bu dunyoda aksar odamlarga chiroyli ko'rinayotgan narsada biz o'sha chiroyni endi ko'rmaymiz. Bizga xunuk ko'rinadi bu narsa. Va aksincha odamlarga xunuk ko'ringan narsa bizga go'zal ko'rinadi. Bu dunyoning ziynatlari qanchalik ziynatli bo'lmasin, mo'min kishi unda zindon ko'radi. Nimaga? Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam ad-dunya sijnul mu'min dedi. Dunyo mo'minni qamog'i dedi. Ya'ni bizning ko'zimizga qamoq ko'rinyaptimi? Yo'q. Uni qamoqligini ko'rish uchun qalb ko'zi bilan qaraladi. Ya'ni qalbdagi o'sha basira bilan qaraladi. Bu esa Qur'on nuri qalbga o'rnashgan bo'lsa, shunda ko'rish boshlaydi odam bu narsani. Shuning uchun Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadi-ku, u dunyo va uning ichidagi jamiki narsa ko'zingga tuproq bo'lib ko'rinmaguncha iymonni